Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan avtobusligim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha yaxshi damazlarni sizlarga video davomida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Albatta kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Chunki yil oxirigacha 50-100 mingtalar atrofga chiqishimiz kerak. Albatta sizlarni qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun muhim. Biz videoni boshladik. Okeylar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yil ishlab chiqarilgan, probeglari keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 47 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chihollari bor, poliklari bor, barlari bor. Qaralgan mashina ekan okeylar. Mashinamizning salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. 3-qator sideniyalari ham yaxshi holatlarda turibdi. Tepalariga ham bunaqa obshivkalardan qilgan ekanlar. Kolonka sanduqlarigacha turibdi okeylar. Mashinamizning kraskalari keladigan bo'lsa, kraskalari top-toza, temir metan gazlarigacha bor. Balon holatlari yaxshi holatda turibdi. Orqalarini ham ko'rsatib beramiz. Orqa holatlari deyarli bo'lib turibdi okeylar. Xo'p, endi mashinamizning tannarxi keladigan bo'lsa, narxi qanchadan oshib? 6800. 6800 so'rasiz. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Generalniy davengiz beramizmi? Naqdga oladiganligi? Ofarimdan. Faqat ofarimdan. Через bank ham chiqadi. Bossangiz $750 bilan chiqib ketar ekan. 12 ta viloyatga. Rasmiy joy shart emas. Shuni ochib ketaveradi. Telefon nomerlari keladigan bo'lsa, 97 810 12 31 ismlari Kamoldan. Mashinamiz kimga aql kelgan bo'lsa, okeylar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okeylar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yil ishlab chiqarilgan, probeglari keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 45 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rsatib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Chihollari bor, poliklari bor. Salon holatlari yaxshi holatda turibdi. Salon orqa holatlarini ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepalarigacha uni qapshivka qilib qo'yilgan. Kolonkalarigacha borcha, sanduqlarigacha turibdi. Okeylar, kraskasi kiradigan bo'lsa, kraskalari top-toza, pollarigacha polni linoleumlari qilingan ekan. Faqat cho'pir kerak ekan okeylar. Bu mashinamizga balonlari ham yep-yangi balonlardan taqib qo'yganlar. Temir metan gazlarigacha bor, kraskalari top-toza. Buni narxi shep 7400. Mashinamizdan tannarxi keladigan bo'lsa, $7400 so'rashyapti. Avtobusligim nomidan chiqsanglar, chiroyli qilib skidkalarni qilib berishadi. Mana bunaqa navrochinli faralardan ham taqib qo'yishgan ekan okalarimiz. Xo'p, buni geniyo, bu ham oformleniya, naqdga oladiganligi. Faqat oformleniya qilib olasizlar. Через bank ham chiqib ketar ekan. Boshlagangiz $1150 bilan chiqib ketar ekan. Batafsil telefon qilib bemalol bilib olsanglar bo'ladi. Telefon nomerlari keladigan bo'lsa, 97 810 12 31 ismlari Kamolda. Mashinamiz kimga aql kelgan bo'lsa, okeylar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okeylar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yil ishlab chiqarilgan, probeglari keladigan bo'lsa, 29 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chihollari bor, poliklari bor. Hamma xarajatlari bo'lgan, faqat olib haydasanglar bo'ldi. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. 3-qator sideniyalari ham turibdi. Hop, yaxshi holatda turibdi xullas mashinamiz. Mashinamizdan temir metan gazlarigacha bor. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi keladigan bo'lsa, bitta oldi eshigida bor deyaptilar. Qolgan joylari top-toza, liboy proverkada deyaptilar. Mashinamizdan tannarxi keladigan bo'lsa, narxi 6800 so'roq. Avtobusligim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Xudo xolasa gendavingiz yo'q, faqat oformleniya qilib olishadi. Boshlanish $750 bilan bank orqali avtokredit olsanglar bo'ladi. Batafsil telefon qilib hamma ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Nomerlari keladigan bo'lsa, 97 810 12 31 ismlari Kamoldan. Mashinamiz kimga aql kelgan bo'lsa, okeylar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okeylar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan, probeglari keladigan bo'lsa, 97 ming bo'lib qopti. Pasti 97 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chihol poliklari bor, matfollari bor. Mana probeglarni ko'rishingiz mumkin. Hali 97 mingga yetmagan, lekin 97 ming hisobda okeylar. Mashinamizning salon orqa holatlarini ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepalariga ham qapshivkalargacha ham qilingan okeylar. Linoleumlarigacha ham qilingan. 4 ta yangi balon taqilgan. Mashinamizning temir metan gazlarigacha bor okeylar. Xullas, ishlashga tayyor mashina. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin okeylar. Buni kraskasi-chi? Toza kraska. Kraskasi absolutno
top toza deyaptilar, narxchi shep. 6200 naqd. 6200 naqdga. Avtobusbegim nomidan sizlar chiroyli qilib skidkalarni qilib berishadi. Boshlang'ich $600 bilan bank orqali nomingiga chiqarib olsanglar bo'ladi. Endi yana bitta narsani eslatib o'taman. Damas qatorga tushganinglarda faqat mana shu Kamoliddindan mashinalarni ko'rsatasizlar, Damasdan deyishinglar mumkin. Nimaga? Boshqa olib sotarlar ham bor, boshqa egalarining o'zi ham bor, lekin uncha egalaridan arzon narxlarda qulay sharoitlar bilan qilib berishganini hisobiga okalar men faqat bulardan olaman, chunki ishonganim uchun okalar tanab kesinglar ham xudo xolisi uyaltirib qo'yishmaydi o'zligiga. Mashinangizni kimga aql kelgan bo'lsa, okalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Telefon nomerlari 97 810 12 31, ismlari Kamoliddin. Bosinglar okalar. Okalar bizda navbatdagi Damas mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan probeglarga keladigan bo'lsa 71000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin, chexollari yo'q, poliklari bor, salon holatlari yaxshi holatda turibdi. O'zini radno maytfonlarida kraskasi ikkita joyda fitnosi bor deyaptilar, qolgan joylari top-toza ekan okalar. Mashinamizdan salon orqa holatlari ham ko'rishingiz mumkin. Tepalari apshifka qilingan. 4 ta yangi balonlardan taqib qo'ygan ekanlar. Temir metan gazlarigacha bor okalar. Xo'p, mashinamizdan tannarxiga keladigan bo'lsa buni 5600 so'rayaptilar. Avtobusbegim nomidan chiqsanglar chiroyli qilib skidkalarni qilib beradilar. Boshlang'ich $350 bilan nomingiga mashinani rasmiylashtirib bosib olib chiqib ketsanglar bo'ladi okalar. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa 97 810 12 31. Ismlari Kamoliddin. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Okalar bizda navbatdagi Damas mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2021-yilda ishlab chiqarilgan probeglariga keladigan bo'lsa 107000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, salon holatlari yaxshi holatlarda turibdi. Mashinamizdan temir metan gazlarigacha bor, salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepalari apshifka qilingan, linoleumlarigacha qilingan. Xullas haydashga tayyor mashina. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Sezonni baloni, sezonni balonlardan taqib qo'ygan ekanlar akamizni. Kraskasi shep toza. Kraskasi absolyutni top toza, temir metan gazlarigacha bor. Faqat chopper kerak mashinamizga. Narxchi 6300. Narxini 6300 so'rashyapti. Avtobusbegim nomidan chiqsanglar chiroyli qilib skidkalarni qilib berishadi. Cheris bank ham boshiga $650 bilan olib chiqib ketsanglar bo'ladi mashinalarimizdan. Okalar, mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa nomerlarini aytib o'tamiz. 97 810 12 31, ismlari Kamoliddin. Mashinangizni kimga aql kelgan bo'lsa bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bosinglar. Nomerlari ham naqa takoy qichig'idan ekan. 36. Bosinglar. Okalar, bizda navbatdagi Damas mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yilda ishlab chiqarilgan probeglariga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i 27000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rib Chexol poliklari bor, salonlari yaxshi holatda turibdi. Temir metan gazlarigacha bor. Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskasini top toza deyaptilar okalarimiz. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepalari apshifka qilingan. Endi balon holatlarini ham ko'rib balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Olasizlar, mazza qilib haydaysilar okalar. Million sudda qilib endi mashinamizdan tannarxiga keladigan bo'lsa narxi 7500. 7500 so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz. Buni ham geniyo, faqat оформление. Faqat оформление ekan okalar. Boshlang'ich $1350 bilan nomingiga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Mashinangizni kimga aql kelgan bo'lsa bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi okalar. Bosinglar. Bizda navbatdagi Damas mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2023-yilda ishlab chiqarilgan probeglariga keladigan bo'lsa 92000 kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexol poliklari bor. Endi salon orqa holatlarini ko'rib mashinamizdan temir metan gazlarigacha bor. Temir metan gazlarigacha bor. Salon orqa holatlarini ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tepalariga ham naqabshifka qilingan ekan. Shunga ham bo'lgandingizmi? Shunga ham bo'lgan ekan. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Balon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, 2-3 ta joyda bitnosi bor deyaptilar. Oldi kodlari butun okalar. Xudo xolisa hech qanaqa rasxodi yo'q mashinamizdan. Endi tannarxiga keladigan bo'lsa, narxi 6800 so'rayaptilar. Avtobusbegim nomidan chiqsa chiroyli qilib skidkalarni qilib beraman deyaptilar. Faqat podpiska bo'lganinglarni ko'rish esingizdan chiqmasin. Telefon nomerlariga keladigan bo'lsa 97 810 12 31, ismlari Kamoliddin. Agar Cheris bank oladigan bo'lsanglar, boshlang'ich $700 bilan nomingiga olib chiqib ketsanglar bo'ladi okalar. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi.
bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshliq omon bo'lsin, musofirdagi akalarimiz vatanimizga eson-omon qaytib kelishinglar, tarafdorimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Keyingi videolarimizda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Podpiska bo'lish esingizdan chiqmadi degan umiddaman. Taxminiy narxlarni mana o'zingizlar uchun ko'rib bilib oldinglar, bosinglar.